Ner, men seni sevaman, sinov vaqti. Marin. Ner, shuncha vaqt sen menga kerak eding, endi men seni sevaman, ilova yo'q. Bundan ko'pini aytish mumkin emas. Deyib Marinni o'tkazib bo'yniga va yuziga malham surtdi. Marin qaltirab ketdi. O'zining yoqasini mahkam ushlab oldi. Ner, darling meni juda sevadi. Dunyo mening dadamniki. Bilaman, ko'p xato qilgan. Aslida mendan boshqa dadamning hech kim yo'q. Marin. Ner, Marin, iltimos menga jahl qilma. Men jahlimni tuta olmayman. Va jahlimni senga tushirsam juda qiynalman. Shuncha vaqt buning sababini bilmasdim. Endi bilaman. Boying juda o'giryapti, shunday emasmi? O'tir, men senga shorva olib kelaman. Keyin dori ichasan, og'riq o'tib ketadi. Ner o'rnidan turdi. Yana o'tirdi. Chunki u juda kasal edi. Nihal, kirsam bo'ladimi? Ner, chomeda. Nihal qo'lida laganda bilan kirdi. Unda shorva, suv va dori bor edi. Uning ortidan ikki hamshira keldi. Ularda tomizgich uchun asboblar bor edi. Ner, xat is al-txis, darling. Nihal, hozir tushunasiz. Hamshiralar deyishi bilan ular Nerni yotqizishdi. Ner, ihate tobe patient. Nihal, but yo are patient. Ner, Marin esa. Nihal, men o'zim ovqatlantiraman kelinimni. Ner. Nihal, bilasanmi kelinim? Ota-ona katta bo'lganda bola bo'lib qoladi. Shuning uchun xato qiladi. Va ota-ona farzandlarining 7 ta gunohini kechiradi. Bu bolangning bu xatosini birinchi va oxirgi marta kechir. Va'da beraman, bu bolang boshqa hech qachon bunday ish qilmaydi. Men qo'llarimni cho'zib kechirim so'ra. Marin kattalarni hurmat qilishni o'rgangan emas. Shuning uchun Nihalning qo'lini ushlab oldi. Bo'ynida juda og'riq bor edi. Shunga qaramay zo'rga Marin dedi. Marin, iits ok umtle. Sey. Siz juda xavotirda edingiz. Nihal, bo'ldi, endi gapirma. Og'riqdan gap chiqmayapti-ku. Mana yeb doringni ich. Nihal oz qoli bilan Marinni ovqatlantirdi. Keyin dori berdi. Bu orada Nerning tomizgichi ham deyarli tugagan edi. Keyin pastda baqir-chaqir ovozlari eshitildi. Nihal, qaysi bedab baqiryapti? Ner, darling, bu mening qaynotam. Nihal, Mister Xan kelganmi? Ner, yo'q. Men qaynota va qaynonamni olib keldim. Ya'ni keltirdim. Nihal, nima? Nega? Ner, bugun men kasalman va mening sinov vaqtim ham kasal. Qanday qilib sinov vaqtining uyiga boraman? Qaynona uyini bu yerga ko'chirdim. Xom griyat ammi. Nihal pastga tushdi. Marin ketmoqchi bo'lganda Ner uni tortib o'z yoniga o'tkazdi. Ner, qayoqqa ketayotgan eding ham? Mening tomizgichim tugadimi? Birga boramiz-ku. Yana bir oz. Marin boshqa tomonga yuz o'girib qoldi. Pastda Kabir juda jahl qilmoqda. Nihal kechirim so'rayapti. Shunga qaramay Kabir tinchlanmayapti. Tinchlanish ham kerak emas. Chunki Marin uning juda sevimlisi. Kabir, sizning kuchingiz borligi uchun shunday qilyapsiz. Ner, qaynota, biz boshqa hech narsa qila olmaymiz. Chodxuri degani katta-katta portlashlar va aret hegriyat. Kabir Ner Marinning qo'lidan ushlab zinapoyada turganini ko'rdi. Kabir yugurib Marin oldiga bordi. Nerdan olib chetga chiqarib dedi. Kabir, kelinim, yaxshisan? Marin boshini egib xayr dedi. Kabir, bu yerga olib kelish sababini bilmayman. Lekin men hozir qizim va xotinimni olib ketaman. Ner, qaynota. Nega buncha vahimadasiz? Kabir, jim bo'l bedab. Marin Kabirni to'xtatdi. Chunki u biladiki Ner dahshatli. Marin Kabirni chetga olib bordi. Kabir, nima bo'ldi, kelinim? Marin, otajon. Kabir, qizim, bo'yning. Marin, men yaxshiman. Kabir, bu yaxshimi? Marin, gapimni eshit.
Hozir Nerning gapini eshit. Kabir, sen buni aytyapsanmi? Marin, ha. Chunki Ner biz o'ylagandan ham dahshatliroq. Bir necha barobar ko'p. Ner, yo'q. Marin chochib ketdi. Orqasiga qarasa, Ner, men siz o'ylagandan bir necha barobar emas, bir necha million barobar dahshatliroqman. Kechasi. Marin o'ylayapti, bu sariqda uxlashim kerak. Yoqmayapti. Ner, shkafni ochib ko'rsang, yoqadi. Marin qarasa, Ner eshikka suyanib turibdi. Marin kozini olib qochdi. Ner shkafdan kiyim chiqarib dedi. Ner, koz olib qochishning foydasi yo'q. Chunki bu kozlar hayotim davomida mening yuzimni ko'rish kerak. Marin hech nima demay jim yotib qoldi. Ner, keyin uxla. Marin. Ner, gapiryapman-ku. Shunday emasmi? Marin. Ner, juda qaysarsan. Mayli, uxla. Deyib Ner chiqib ketdi. Marin hayratda qolgan kozlari bilan Nerga qaramoqda. Kabir, qizimdan xizmatkor qilib oldingmi? Palov tayyorlashni buyurmoqdasan. Ner, qaynota, u mening sinov vaqtim. Bundan tashqari bu uning jazi. Chunki 2 kun davomida u menga munosabat ko'rsatmayapti. Gapirmayapti. Bundan tashqari induksion pechda pishiradi. Hech qanday olov yo'q-ku. Marin, men pishira olmayman. Ner, vah. Shu bahona bilan gapirding-ku. Qanday bilsang, shunday pishir. Marin, aytdim-ku, pishira olmayman. Ner Marinni oshxonaga olib borib, qanday qilib pishirishni ko'rsatdi. Marin. Ner, hali ham pishira olmaysanmi? Marin, yo'q. Ner, agar sen men uchun palov pishirib bermasang, men seni yeyman. Don't ask how. Senda 3 soat vaqt bor. Yaxshilab pishir. Biya sinov vaqti. Ner aytgan ko'rsatmalarga ko'ra Marin pishirdi. Lekin Xudoning rahmati bilan qanday ko'rinish bo'lganini ko'rib, Marin og'zi tatib ko'rishga jur'at qila olmadi. Ner, tayyor bo'ldimi sinov vaqti? Marin. Ner, ha. Marin, aytmaganmidim, pishira olmayman degan. Ner, nega yig'layapsan? Sen pishirgan palovni hamma pishira olmaydi. It's an art. Ha. Ner kulib palovni qoliga olib chiqib ketdi. Stolga qo'ydi. Ner, sinov vaqti xizmat qil. Ha. Marin. Lekin palovning ko'rinishini ko'rib, har biri turlicha munosabatda bo'lishdi. Konika, shuning uchun aytdim, oshxonaning manzilini bilib ol. Kabir, koni. Mening kelinim pishirgan, shuning uchun muhim. O'tir, yeb ko'ramiz. Konika, yo'q, mumkin emas. Men buni yemayman. Kabir, yemasan. Lekin men yeyman. Kabir ozgina idishga oldi. Marin xursand bo'ldi. Lekin birinchi luqmada Kabirning qoshlari chimirildi va yuz ifodasi o'zgardi. Buni ko'rib Marin tushundiki, palov juda yomon bo'libdi. Kabir ozgina yeb o'rnidan turdi. Ner, nima bo'ldi? Xizmat qil. Marin, siz buni yeysizmi? Ner, yeyman deb pishir demadimmi? Marin, buni yeb bo'lmaydi. Ner, xizmat qil. Marin ozcha ye, xohlaganingcha ye. Sigirdek ye. Marin xohlaganicha idishga solib berdi. Va Ner katta zavq bilan yeyishni boshladi. Ner, Yummi ajoyib. Marin, siz ozga sayyoradanmisiz? Ner, yeyishimga qo'ying. Ner katta zavq bilan yeyishda davom etdi. Yana oldi. Ner, men kechasi ham shuni yeyman. Marin, nima deyapsiz? Ner, ham. Ertasi kuni Marinlar o'z uylariga qaytishdi. Hozirgi zamon. Ner sevimli odam oldiga. Nihal, ham. Keling. Ner, unda menga palov berasan de. Nihal, ok. Keling. Boshqa tomonda Nilima Marinni ovqatlantiryapti. Marin, nega ayolayapsiz? Onam va otam qayerda? Nilima, bor. Marin, bor degani nima deyish? Nilima, aytdim-ku, bor.
Marin, doktor, aytingchi, onam va otam qayerda? Nilima, yeb oling. Nilima chiqib ketdi. Marin, bu doktor galati. Doktor bo'lib, o'zi meni ovqatlantyapti. Yana onam va otam qayerdaligini aytmayapti. Qanday galati? Nilima, Butler ser. Butler, ham doktor Nilima. Nilima, Marin hamma haqida gapiryapti, lekin otasining uyidagi odamlar haqida gapiryapti. Neyer haqida gapirib hushiga kelgan. Uning ismini ham olmayapti. Butler, ham. Uning hisobotini ko'rdingizmi? Uning oldingi miyasidagi cerebrum va gipotalamusdagi shikast juda chuqur. Gipotalamus shikasti tufayli kuchli sevgi va kuchli nafrat uning miyasiga o'rnashib qolgan. Va cerebrum shikasti tufayli ba'zi xotiralar ochib ketgan. Neyer balki Neyerni qattiq sevadi yoki Neyerni qattiq yomon ko'radi. Shuning uchun Neyer uning xotirasida yo'q. Lekin men juda xavotirdaman. Uning boshidagi oq shunday zarba berganki, balki. Nilima, balki. Butler, uning qo'lida ko'p vaqt yo'q. Yoki bor. As you know, brain is a very complicated thing. Shuning uchun aytayapman, Neyer yoki Neyerning xotirasi bo'lsa yaxshi bo'lardi. Bu Marinning qanday reaksiya qilishini bilish kerak. Shunda biz uning qanday dozani qabul qila olishini tushuna olamiz. Nilima, xo'sh, Neyerni ko'rib Marin uni taniydimi? Butler, don't know. Neyer, bu qanday joy? Nihal, ana shu yerda sening sevimli odaming bor. Dipto, sen uni olib bor. Men Nilimani boshqaraman. Nihal oldinroq bordi. Nilima, sen. Nihal, ha, men. Muammo bormi? Nilima xursand bo'lib dedi. Nilima, Neyer kelganmi? Nihal, nega? U nega keladi? Uning bu yerga kelishiga hech qanday sabab yo'q. Marin ham hech qachon Neyerni sevmagan va Neyerning sevgisini tushunmagan. 60. Marin, ota, qayoqqa ketyapmiz? Va bu burqa yuzimga qora surtib. Kabir, sudga. Konika, nega buni aytasan? Kabir, turmushga berish. Konika, Marin, kimning to'yi? Kabir, Mahir bilan Marinning. Marin osmondan tushgandek bo'ldi. Konika, aqldan ozganmisiz? Kabir, yo'q. Qizimni o'sha jinnining qolidan qutqarmoqchiman. Konika, Neyer bilsa. Kabir, hech narsa qila olmaydi. Bir marta to'y bo'lsa hech narsa qila olmaydi. Neyer, likeriyalli. Bu gapni eshitib Marin chochib ketdi. Kabir, kim? Neyer boshini burdi. Neyer, it's me, qaynota. What's up? Kabir, sen. Ratan qani? Neyer, unga ziyofat berilyapti. Kabir, mashinani to'xtat. Neyer, nega, qaynota? Sudga bormaysizmi? To'y borku bormasangiz yaxshi bo'lmaydi. Marin ozcha, Neyer nima qilmoqchi? Mashina to'xtadi. Neyer, tushing, hamma. Neyer o'zi eshikni ochdi. Neyer, how God ami. Uchovlon tushib hayron qolishdi. Chunki Mahir qonga belangan holda tiz cho'kkan edi. Kabir, Mahir. Neyer, kino qanday chiqdi, qaynota? Bilaman, yaxshi chiqdi. Shunday emasmi? Kabir, yaxshi emas. Boron bosib ketasan. Neyer, men boshonman. Nima bo'lsa ham. Marinni boshqa birovga berishni unuting. U meniki. Kabir, qizimni senga bermayman. Neyer, berishing uchun hech qanday sabab ko'rmayapman, qaynota. Bundan tashqari sening ruxsatingni kutib o'tirmayman. Sening ko'z ongingda qizingga uylanaman. Birta bola qilaman. Ular seni Nanavoy deb chaqiradi. Kabir, olsam ham bunday bo'lishiga yo'l qo'ymayman. Neyer, ishonchingiz komilmi? Kabir, ha. Hech qachon. Neyer, ok tensen o. Deyib Neyer Kabirning boshiga to'pponcha tutdi. Marin, ota. Neyer, misnovxte, u keraksiz odam. Uning muddati tugagan. Hey, xave todi. Marin kelib qarsillab Neyerning yuziga shapaloq bosdi. Marin, siz odam emassiz. Shuncha vaqt o'yladimki, ruhiy kasalsiz.
Shuning uchun shunday galati muomala qilasiz. Vaqt bilan gaplashaman, tushuntiraman. Lekin siz odam emassiz. O'zimni oldirib qo'yaman, lekin sizniki bo'lmayman. O'shanda mening jasadimga uylanasiz. Keling, ota, Mahrni kasalxonaga olib borish kerak. Va esda tuting. Men Mahrga uylanaman. Deyib Marin Mahr tomonga bir qadam tashladi. O'shanda davomi bor. Savol va javoblar. Videodan keyin tomoshabinlarga savollar. Neer Marin bilan uchrashganida unga qanday munosabatda bo'ldi? Javob: Neer Marin bilan qattiq va galati munosabatda bo'ldi, lekin aslida uni sevar edi. Nihal Marinni nima uchun qamoqqa tashlagan edi? Javob: Nihal Neerni himoya qilish uchun Marinni qamoqqa tashlagan edi, chunki u Neerga pichoq urgandek ko'rinardi. Haqiqatda Marin Neerga pichoq urganmi? Javob: Yo'q, Marin Neerga pichoq urmagan. Bu tuhmat edi. Neer Marinni qamoqdan qanday chiqarib oldi? Javob: Neer politsiya bo'limiga borib, kuch ishlatib Marinni ozod qildi. Neer Marin bilan uchrashganida uning xonasida nima bor edi? Javob: Neer Marinni kutib, unga ofte toshli sariq tayyorlagan edi. Marin Neerga nima dedi? Javob: Marin Neerga men Mahrga uylanaman dedi.